Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringdek sim kartali Wi-Fi. Bu universal bo'ladi. Narxi 350 ming so'm chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul akalar. 350 ming to'lov qilasizlar bo'ldi. 50 ming so'm zakolat tashlab beringlar, qolgan shuni yetkazib beramiz akalar. Xullas, Wi-Fi'miz ichidan nimalar chiqadi? Blok pitaniyasi. Hop, qo'shimcha 3 metrlik signal tortib beradigan moslamasi chiqadi ichidan. Antenasi ham bo'laveradi. Keyin setovoy kabel internetga bu ham. Hop, bu asosiysi dokumenti. Keyin mana Wi-Fi'miz akalar. Sim karta tushadi tagiga. Hop, bitta to'ka suqib qo'ysak bo'ladi aytganimdek. Ikkita shoqi bor. Sim karta tanlamaydi. Beeline, Ucell, Uzmobile, Mobius ketaveradi. Обычный sim karta tushadi telefonlar. Megabayt bo'lsa bo'ldi. Buni tashqariga qo'yasizlar. Uy ichida signal chiqmayotgan bo'lsa, bu tashqarida sizlarga uy ichiga signal olib beradi akalar. Televizor, planshet telefonlarga ulasalar ham bo'laveradi. Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar.